Bu ishkirda o'qiydigan bir Uyg'ur bolaniki yozgan xat o'xshaydi. Debdi, hozir Shinjongda har bir oilada odamlar ko'p tutilib ketdi. Asosan hamma oila vayron bo'ldi. 6 million odam cho'qim buning ichida vayron bo'lgan oilaning qatorining ichida. Bu soliq ma'lumotlar hargiz oshirma soliq ma'lumotlar emas. G'ul shaharning o'zilamkin 3 million odam bor. 3 million odam bor bir shaharda 13 tal tarbiyalash markazi bor. Har bir tarbiyalash markaziga 20 ming odam patidi. Bu taxi noiladagi tarbiyalash markazini o'z ichiga olmaydi. Anlasa qaraganda Shinjongda hozir odam tutish to'xtatdi, chunki tutilgan odam qolmadi Shinjongda. Shinjongniki yezlarda 90% odam yo'q hozir. 90% odam yo'q. Shaharlar bo'lsa qop-quruq bo'lib qoldi. Nadi bir bozor, nadi bir masjidlarning hammasi vayron bo'ldi. Ana tilimiz yo'q bo'ldi. Ana tilga aloqador kitob, islomga aloqador kitoblarning hammasi, madaniyatlarning hammasi ko'ydirib o'tildi. Ular bizni hozir Uyg'urcha so'zlashga qo'ymaydi. Bizning madaniyatimizni, o'zimizning madaniyatini o'rganishga qo'ymaydi. Har qanday bir yig'ilishlarga ham qatnashga qo'ymaydi. Hatto urug' tuqqanlarnimi o'zaro yo'qlashga qo'ymaydi. O'zaro telefon qilib qo'ymaydi. Natnush kelgan telefonni og'ilib qo'ymaydi. Bizni majburlab xanzular bilan birga tomoq yeyishga, birga uxlashga, xanzular bilan to'y qilishga majburlaydi. Har bir Uyg'ur oilasi oz deganda har oyda oz deganda 3 qadam xanzular bilan barrikada qilish kerak, yana xanzularning uyida yetib qo'pish kerak. Bularning hammasi majburlikdan bo'laydi. Hech qanday bir odam buni xohlamaydi. Anglasa qaraganda Shizangda 3 million nüfusniki faqat 16 odam qoldi deb shunday xabar bor. Qolganlar tutilib ketdi deb. Buniki rashalg'aligini belgilab bo'lmaydi. Biroq bir haqiqat shuki, Chenjuango dediki 11 million Uyg'urniki hammasi tutilish kerak. Birisini qochirib qo'yib bo'lmaydi degani bu rost. Ular bizni, ya'ni Xitoylar bizni tutishga hech qanday bizni o'ltirishga hech qanday bonasa topolmadi. Ular xalqaroniki va Amerikaniki kishilik huquqini daftarni qildi degan gapini qo'rqiblamki bizni o'ldirmadi. Shunga ular bizni tutib sulash va o'zgartib tarbiyalash degandek baholalar bilan tarbiyalash markaziga yig'ib, kalla yuyish va bizning madaniyatimiz, tariximizni yo'q qilishga urinayotdi. Bu tarbiyalash markaziniki sharoiti shu qadar nacharki, hattoki kirdigan o'pirnig'imi odamlar jahligidan paydo bo'lib turgan gap. Kunda faqat 2 vaqt tomoq va aytganligi basa sho'rpisi tushligi soat 2 atrofida bir qaç shipan. Bir kunda shu 2 vaqt tomoqdan boshqa yegan tomoqmi yo'q. Normal simziraq odam kirib ketsa, urug'lab chiqadi. Tirik odam uyiga chiqyotdi. U tarbiyalash markazidan chiqqanlari ularniki yaxshilik tutib chiqqanligi emas, balki tarbiyalash markazida ulay deb qolganda andikin chiqyotdi. Ular chiqqandan keyin bir kun yoki bir qancha kun yashaydi, ko'pinchisi chiqib o'zgartmaylam o'lib ketyotdi. Yoki chiqqan kunni shu kunning o'zilam o'lib ketyotdi. Ko'pincha odam chiqib 2 kun yashayolganlari yo'q. Ular hattoki 10 necha yoshli kichik bolalarni qo'yib bosh qo'ymaydi. Shunday qilib ular Shijiban 100 necha ming odamni shunday o'ldirib bo'ldi hozir. Ular deydiki, ba'zi odamlarning tutilgandan keyin izlari yo'qolib ketdi deydi. Amaliyotda ularningki ichki a'zolari qizilinib, ichki a'zolari elinib, setilib ichki a'zolarini evilib setib o'tgan.
Şinjandagi kichik bolalar tutilib ketgan kichik bolalarniki ko'pinchisi ishkirdagi doktorxonalarga yetkaziladi. Va bu kichik bolalarning jasadi sirtlarda bayqilib, jasadning ichi qop-qora holatda shunday bayqilyapti. Ular nəhayət ko'p odamni tutdi. Ular tutgan sababdan ularni beqish og'ir bir masalaga yuz keldi. Kuniga bir basa sho'rib bilan shipan berishmi? Ular og'ir kelyapti hozir, beqib qolamaydi. Shunga biz ishkirda qolgan o'quvchilarga birdigan Şinjan yerdan o'qish yordam puli degandek taqsidgan pullar butunlay to'xtadi. Şinjanniki iqtisodiy butunlay vayron bo'ldi. Şinjan hukumati pul qolmadi hozir. Kunda ishkirdan pul talab qilyapti. Ularniki ham bir siyosiy bo'lsa, yetihvoyani birlashtirish. Bu nima gap desa, bir oilada bir odam tutilib ketgan bo'lsa, cho'qim shu oiladagi barliq urug' tuqqanlari, ya'ni och-singil urug' tuqqanlari tutilish kerak deb bir siyosat chiqadi. Buning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni asossizlamkin bir oilada bir odam turmushga ketsa, hamma odam kirkitish kerak degan bir siyosatni chiqadi. Uyg'urlar hozir chet elning naqshini bo'lmaydi, chet elning kinosini ko'rsa bo'lmaydi, hatto chet eldan kirilgan yemashni yesin bo'lmaydi. Chet el bilan aloqalashishda ham bo'lmaydi. O'zini men turk qavmidan deyishkim bo'lmaydi. Cho'qim o'zi bir Xanzu millatining ekanligini e'tirof qilish kerak. Bir kun bilan uchrashgan vaqtda men assalomu alaykum degan gapni deyishga bo'lmaydi. Agar shunday degan gap bayqalib qolsa, oz deganda 1 yil kesildi. Qur'ondan bir jumla so'z o'qilaydigan odam, mayli bismillah degan gap bo'lsa-mu, o'qishni bilgan odam 10 yillik kesilyapti. Davlat naqshini o'qiyamaydigan odam 15 yillik kesilyapti. Meniki Janubiy Şinjanda turishliq bir do'stim menga javob turishini aytdiki, ularning oilasidagi hammadan hozir turmaga kirishibdi. Uzun o'tmay, ya'ni bir qancha kun o'yimi kiritish mumkin ekan. Chunki u ishkir bilan telefonda paranglashibdi. Bizning Uyg'ur millati hozir yo'qolish girdobga keldi. Bizlar nimani xato qildik?